Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qolasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar do'stlar. Manzillarimiz Xivada, Xiva Gendimyon. Hazaras Yangarik yo'l ustida, zapravkaning ham boshida. Bizda avtokredit, naqd pul, barter variantlarimiz ham bor. Mashina ekisizda sotib berish xizmatlarimiz ham bor do'stlar. Bir ham boshdan obzor etib berib o'tamiz do'stlar. 97-yil ishlab chiqarilgan Tiko bir qator kraska asosiy bo'lgan balonlarning sostanasi yaxshi, propan gazlari bor. Salonlar ham akkuratli turibdi. Chexol polik ham manasasi bor. Propan gazlari ustanobga bo'lgan. Mashina sostanasi yaxshi. 308 ming kilometr yurgan 97-yil. Bahası 10 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib kelish pasazlar bo'ladi. 07 bo'sh balonlar qo'yilgan, propan gazlar ustanobga bo'lgan, dokumentda lekin metan yozilib turibdi do'stlar. Chexol polik ham manasasi bor. 131 ming kilometr yurgan, o'zini halol yurgan. Kraskasi bir krelinde bor. Başkiri absolut radnoy. Bahası arzalatdagi 27 milyon so'm deb qo'yilgandi. Bahasini 25 milyon so'mga tushirdik do'stlar. 25 milyon so'm bo'lsa beramiz mashina. Yana ustida kelib savdolashsangiz bo'ladi. 2006-yil 07. 2009-yil ishlab chiqarilgan bo'sh sakadiska, bo'sh balonlar qo'yilgan. Zor saslanadi. Rasxodi yo'q, tayyor. Pollikiz, chexol, polik hamma narsasi bor. Metan gaz baloni ustanobga bo'lgan. 214 ming kilometr yurgan, o'zini halol yurgan metan gaz baloni ustanobga bo'lgan. Sastanasi zo'r. Rasxod qilmaysizlar. Bahasi 35 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib kelish pasazlar bo'ladi. 2006-yil bo'sh balonlar qo'yilgan, metan gaz balonlar ustanobga bo'lgan, kraskasi bir qator asosiy bo'lgan. Polikiz, chexol poliki bor, metan ustanobga bo'lgan. Patologlari koja qoplangan. Bahası arzon bahada turibdi bu. 2006-yil bahası 25 milyon so'm. Üstünde 1,5 so'm yana gelişip savdolashib olsangizlar bo'ladi. Yine bir arzon bahada Matizimiz 2001-yil balonlar sostanasi normalniy metan gaz baloni ustanobga bo'lgan, kraska bir qator asosiy bo'lgan. Polikiz, chexol polika manasasi bor. Rasxod qilmaysizlar mashina. 256 ming kilometr yurgan. Bahası 22 milyon so'm. Tiko bahada turibdi do'stlar. 22 milyon so'mdan kelishib beriladi. Polikiz, rasxodi yo'q, motor, hadoy taraflama umuman rasxod qilmaysizlar. Kuzov ham yaxshi. Keyin banda 2013-yil chexol ham manasasi bor, chexol polik, patologlar ham döşəlgan, metan gaz baloni ustanobga bo'lgan, 333 ming kilometr yurgan, oyoq tegilar ham döşəlgan. Metan gaz baloni ustanobga bo'lgan. Zo'r sostanada zeng kraska qalaylarida bor. Boshqari absolut radnoy mashina. Bahası 46 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib olsangizlar bo'ladi. Egaladan kelib turgan mashinamiz. 2005-yil ishlab chiqarilgan Damas 1 kraska poni bir qator asosiy bo'lgan. Metan gaz baloni ustanobga bo'lgan. 348 ming kilometr yurgan. Akkuratli turibdi. Chexol polik ham manasasi bor. Bahası 33 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm ustida savdolashib olsangizlar bo'ladi. 2018-yil metan gaz baloni ustanobga 13lik bosh balonlar
ustanovka qilingan chexol polik hamma narsasi bor. Kataloglar ham döşelgan. 192 ming kilometr yurgan, metani bor. Bahası 55 milyon so'm aytilib turibdi do'stlar. Üstünde 1,5 so'm yana savdolashib gelish bazazlar bo'ladi. Bu anda Nexia'larimizni bir qator gösterib o'tamiz. 2015-yil Sonus gibrid metan gaz balo ustanovka va kraskasi krelni yuzunda va boshqari absolut родной. 111 ming kilometr yurgan. Bahası 70 milyon deb qo'yiladi. Bahasini tushirdik, 67 milyon so'mga tushirdik bahasini. Yesezle yana 1,5 so'm üstünde yana savdolashib bazazlar bo'ladi. Egaladan gap turgan mashinasi. Sonus gibrid 2015-yil. Yana bir 2015-yil Nexia'miz Donus Lux konditsioner. Boş balolar qo'yilgan metan gaz balon ustanovka bo'lgan. Qalelinde kraskasi bor. Boshqari absolut родной mashina. Salon kısmından bir kadar gösterip o'tamiz. 146 ming kilometr yurgan. Lux konditsioner. 1.6 Donus. Bahası 73 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm üstünde gelişip savdolashib olsangizlar bo'ladi. Bu adam yine bir Nexia 2'miz. 2009-yil kraska bir qator asıjt bo'lgan. Boş balolar qo'yilgan metan gaz balon ustanovka bo'lgan. Sonus gibrid. 208 ming kilometr yurgan. Bahası arzon bahada 38 milyon so'm. Nexia birini polunda turibdi do'stlar. Aynalar knopka, chexol, polik hamma narsasi bor. Kuzovunda tushirib boqib yotga yeri yo'q. Ajoyib saslanadi turibdi. Nexia 2005-yil kraska bir qator asıjt bo'lgan. Bosh balolar ustanovka bo'lgan. Rasxoti yo'q. Tayyor. Tak, yurgan kilometrlari tablo almashgan ekan do'stlar. Yurgani noma'lum. Chexol, polik hamma narsasi bor. Pollux. Rasxoti yo'q. Bahası 35 milyon so'm. Üstünde naq pullar yana gelişib beriladi do'stlar. 2005-yil. Sonus Tremblor. Mashinalarimiz Xiva avtosavda 707 da turadi. Ekrandan o'yinlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, like bosib qolishinglar turasizlar do'stlar. Manzillarimiz Yangiariq Xazaris yo'li. Banimiz Xiva vokzalining orqa tarafida. Sevinch tavxonaning to'g'risida. Kelaverasizlar. Xiva avtosavda 707 da xizmatdamiz. Rahmat.